Assalomu alaykum, pazandaqonlar, o'z kanaliga xush kelibsiz. Inshaalloh bugun sizlar bilan birgalikda juda ham mazali, tayyorlanishi oson, ko'rinishi ham juda ham chiroyli, zakazga ham tayyorlasak bo'ladigan, hammaga birdek yoqadigan, oila a'zolarimizga yoqadigan Snickers tortini tayyorlashni o'rganamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi biskvitini tayyorlab olamiz. 6 dona tuxumni yuvib tozalab olamiz. Agar tuxumimiz kichkina bo'lsa 7 dona tuxum ishlatamiz. Sirli yoki nikel quruq yog'siz idishimizga tuxumni oq sarig'idan ajratib olamiz. Tuxum oqini ko'pirtiradigan idishimiz sirli yoki nikel idishi bo'lishi kerak. Tuxum oqiga tuxum sarig'i umuman tushmaslik kerak, ehtiyotkorlik bilan ajratamiz. Xolodilnikda ozroq yaxlatib olsak, tuxum sarig'i qotib, ajratishimiz osonroq bo'ladi. Mana tayyorlab oldik. Endi tuxum oqini xolodilnikka solib qo'yamiz. Tuxum sarig'ini mikseri baland tezligida ko'pirtirib olamiz. Tuxum sarig'i yaxshi aralashgandan keyin 75 gram shakar solamiz. 175 gram shakar ishlatamiz. 75 grami tuxum sarig'iga solinadi, 100 grami tuxum oqiga solinadi. Shakar eriguncha yana ko'pirtiramiz. Mana shunaqa oppoq ko'pirgandan keyin 130 ml o'simlik yog'i solib ko'pirtirishda davom etamiz. Endi esa 100 ml issiq suv solamiz. Suvni oz-ozdan solamiz. Hammasini birdan sovorsak, tuxumimiz pishib qoladi. Shuning uchun oz-ozdan solib mikser qilishda davom etamiz. Mana ko'pirtirib oldik. Endi esa 200 gram unimizga 10 gram razlik litr, 25 gram kakao solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi esa aralashmamizni tuxumimiz ustidan elakdan o'tkazib solamiz. Elakdan o'tkazishimiz shart. Qoshiq yoki lopatkada pastdan tepaga yengil aralashtiramiz. Yaxshi aralashib ketishi kerak. Mana shunaqa shokoladli massa bo'ladi. Mana quyuq suyuqligi. Tuxum oqiga bir chimdim tuz solib, mikseri baland tezligida oppoq bo'lib ko'pirguncha ko'pirtiramiz. Oppoq va qattiq bo'lib ko'piradi. Mana ko'pirdi. Tekshirib ko'ramiz. Idishimizni mana shunaqa holatga qilganimizda tuxum oq tushib ketmaslik kerak. Endi 100 gram shakarni oz-ozdan solib ko'pirtirishda davom etamiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi tuxum oqimizni shokoladli massamizni 3 ga bo'lib solamiz. Har bir solganimizda aralashtiramiz. Pastdan tepaga yengil aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtirishimiz kerak. Hamma joyi bir xil massa, bir xil rang bo'lishi kerak. Agar biskvitimiz har xil oq-qora rangli bo'lib qoladi, shuning uchun yaxshilab aralashtiramiz. Mana tayyor bo'ldi. Mana shunaqa massa bo'ladi. Endi qolipimizni tayyorlab olamiz. Qolipim razmeri 18 santimetrlik. Xohlagan to'rtburchak dumaloq qolipda tayyorlaymiz. Tagiga pishiriq qog'oz to'shab, qolipimiz tagiga pishiriq qog'oz to'shab, tayyorlab olgan massamizni qolipga solib olamiz. Yaxshilab tekislab olamiz. Qizib turgan duxovkamizga 160 gradusga 40-45 minutga pishirib olamiz. Biskvitimiz pishguncha kremimizni tayyorlab qo'yamiz. 700 gram qaymoqqa 300 gram shakar solib yaxshilab aralashtirib, xolodilnikka 2 soatga qo'yib qo'yamiz. Mana biskvit tayyor bo'ldi. Tayyor bo'lganini cho'p orqali tekshiramiz. Cho'pimiz quruq chiqdi. Mana qanaqa baland va chiroyli bo'lib chiqdi biskvitimiz.
to'rtta bo'lakka bo'lib olamiz. Kremimizni ko'p kamligiga qarab bo'laklarga bo'lib olamiz. Men to'rtta bo'lakka bo'lib oldim. Mana biskvitimiz ichlari qanaqa chiroyli chiqqan. Qaymog'imizni ko'pirtirib, krem holatiga keltirib olamiz. Avval mikseri past tezligida, keyin baland tezligida mikser izi tushguncha ko'pirtiramiz. Mikser izi tushgandan keyin ko'p ko'pirtirmaymiz, bo'lmasa kremimiz chirib qoladi. Mana mikser izi tushib tayyor bo'ldi. Mikserimizda qaymoqli kremni olib ko'targanimizda krem tushib ketmaydi. Shunda tayyor bo'lgan bo'ladi. Bir osh qoshiq kakao solib aralashtirib olamiz. Xohlamaganlar kakao solmasa ham bo'ladi, qaymoqli kremni o'zini solishsa ham bo'ladi. Mana kremimiz tayyor. Endi esa 200 gram vareniy molokoni mikserda yoki qo'lda suyuq holatga keltirib olamiz. $200 gram yer yong'oq solamiz. Men yer yong'oqni 2-3 bo'lakka bo'lib oldim. Bo'lmasdan butunlay solsa ham bo'ladi. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi tortimizni yig'ishni boshlaymiz. Agar laminatli bo'lsa, qolip ichiga laminat solsanglar, yana ham yaxshi bo'ladi. Biskvitimizni eng tag qismini solib, kofeda propetka qilamiz yoki oddiy suvda yoki sutda. Men kofeda propetka qildim. Kofeni oldindan damlab, yaxlatib qo'ygan edim. Qaymoqli krem solamiz. Yaxshilab tekislab olamiz. Kremimizni 3 ta bo'lakka bo'lib olamiz. Ustidan yana biskvit bo'lagini qo'yib, propetka qilib olamiz. Vareniy moloko bilan yong'og'imiz aralashmasi biskvitni o'ziga yopishmaydi, shuning uchun ozgina qaymoqli krem bilan biskvitni qoplab olamiz. Ustidan aralashmani solamiz. Qoshig'imizni propetka qilgan kofega botirib, tekislab olamiz. O'zi bilan tekislash juda ham qiyin bo'ladi. Vareniy moloko yopishib, bu usulda osonroq tekislanadi. Endi yana ustidan qaymoqli krem bilan qoplab olamiz. Biskvit bo'lagini qo'yamiz. Propetka qilib olamiz. Qaymoqli krem solamiz. Oxirgi biskvit bo'lagini qo'yamiz. Cho'p bilan mana shunaqa holatda teshikchalar qilib olamiz, propetkani o'ziga olishi uchun. Propetka qilib olamiz. Kremimiz bilan tortimizning ustki qismini tekislab, krem surtib olamiz. Tortimizning chetki qismlariga kremimizni olib qo'yamiz. Xolodilligimizni muzxonasiga 4-5 soatga qoldiramiz. Agar zakazga bo'lsa 1 kunga qoldiramiz. Endi esa ganash tayyorlab olamiz. Men Millennium shokoladdan 2 pochka ishlatdim. Xohishga qarab yaxshi shokoladdan ishlatamiz. Молочный shokolad va Millennium yaxshi bo'ladi. Idishimizga mana shunday holatda maydalab olamiz. 75 ml sut solamiz. Gazga qo'yib yaxshilab eritib olamiz. Salgina sovutamiz. Mana tayyor bo'ldi. Mana shunaqa suyuqlikda bo'ladi. Endi 80 gram yer yong'oq solib aralashtiramiz. Yer yong'oqni 2-3 bo'lakka bo'lib oldim. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Ganashimiz tayyor. Mana tayyor bo'ldi. Endi tortlarimiz chetki qismlarini tekislab olamiz. Krem bilan qoplab olamiz. Krem bilan qoplamasak, ganashimiz yaxshi oqmaydi. Mana tayyor bo'ldi.
Endi ustidan ganashimizni qo'yamiz. Agar vaqtimiz bemalol bo'lsa, 15-20 minutga muzlatib olsak, ganash ham yaxshiroq oqadi. Pichoq yordamida ustki yon qismlariga, hamma joyiga ganash bilan qoplab, tekislab olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi xolodilligimizga 10-15 minutga shokoladlar qotguncha qo'yib olamiz. Endi ustini bezatib olamiz. Xohishga ko'ra mevalar, shokolad bilan yoki krem bilan bezatsak bo'ladi. Men faqat shokolad bilan bezatdim. Mana tortimiz tayyor. Hozir ichlarini kesib ko'rsataman. Juda ham mazali, juda ham ko'rinishi ham ajoyib bo'ladi. Juda ham mazali tort bo'ladi. Mana tortimiz ichlari qanaqa chiroyli chiqqani. Mana tortimiz tayyor. Tavsiya qilaman sizlarga ham tayyorlab ko'ringlar. Videom yoqqansa kanalimga obuna bo'lib, like bosinglar, fikrlarni kommentariyada qoldiringlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi videolarimgacha sog' omon bo'linglar.